Assalomu alaykum. O'zbek tili grammatikasining dastlabki bo'limi, ya'ni fonetika bo'limidan dastlabki darsimizda unlilar tasnifini ko'rib chiqamiz. Avvalo fonetika so'ziga e'tibor qarating. Fonetika grekcha yunonchadan olingan bo'lib, fon tovush tega quti, ya'ni tovushlar qutisi degan ma'noni anglatadi. Ushbu bo'limda tovushlar tizimi o'rganiladi. Tilimizda harf, tovush hamda fonema tushunchalari mavjud. Biz ularni yuzadan qaraganda bitta narsa deb tushunamiz. A ham harf yozilganda talaffuzda tovush, tasavvurdagi holati esa fonema hisoblanadi. Shunga qaramasdan biz ularni farqlab olamiz. Aynan ular o'rtasida bitta tafovut bor. Ya'ni bu J ning hisobiga. J harfi tilimizda mavjud emas. Alifbomizda. Shu sababdan 29 ta harf bor. Tovush va fonema J mavjud bo'lganligi uchun 30 tani tashkil etadi. Nutq. Albatta, nimalardan tashkil topganligiga ko'ra nutq ikki xil bo'ladi. Ya'ni nutq harflar va tovushlardan tashkil topishi mumkin. Shunga ko'ra bo'lib olyapmiz. Demak, birinchisi og'zaki nutq hisoblanadi. Ikkinchisi yozma nutqdir. Og'zaki nutq tovushlar ketma-ketligidan hosil qilinadi. Yozma nutq harflar ketma-ketligidan hosil qilinadi. Albatta, og'zaki nutqning eng kichik shakli sifatida biz tovushni, yozma nutqning eng kichik shakli sifatida biz harfni olishimiz mumkin. Testlarda ham shunga e'tibor qaratamiz. Og'zaki nutqning eng kichik shakli tovush, yozma nutqning eng kichik shakli harfdir. Tilimizdagi tovushlar ham, harflar ham yoki bo'lmasa fonemalar ham ikkiga bo'linadi deyishimiz mumkin. Demak, barchamiz bilgan unli tovushlar hamda undosh tovushlar. Unli tovushlar 6 ta, undosh tovushlar 24 ta, undosh harflar esa 23 tani tashkil qiladi. Unlilar tasnifini ko'rib chiqamiz. Unlilar tasnifi 3 xil. Demak, birinchisi labning ishtirokiga ko'ra 2 xil bo'ladi. Birinchisi lablanmagan unlilar, ikkinchisi lablangan unlilar. Lablanmagan unlilar I, E, A, lablangan unlilar U, O, O. Lablangan unlilar talaffuzida lab dumaloqlashadi. Lablanmagan unlilar talaffuzida lab yoyiladi. Unlilar tasnifi bo'yicha ikkinchisini ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi tilning gorizontal holatiga ko'ra tasnifi. Tilning gorizontal holatiga ko'ra 2 xil bo'ladi. Old qator unlilar, orqa qator unlilar. Old qator unlilar old qismi faol, orqa qator unlilarda tilning orqa qismi faol bo'ladi. Uchinchi tasnifimiz tilning vertikal holatiga ko'ra, ya'ni og'izning ochilish darajasiga ko'ra deyishimiz ham mumkin. Yuqori tor, o'rta keng hamda quyi keng unlilarga bo'linadi. Ya'ni 3 turga bo'lamiz. Yuqori tor unlilar I hamda U tovushlari. O'rta keng unlilar E va O. Quyi keng A va O.